Mana yechib oldik. Mana qancha qoladi akalar, mana tegini yechib, strujkalari bor mana. Ko'ryapsizlarmi akalar? Lasetti mashinasi avtomat korobka moyi ko'payib ketgan, mashina tortmayapti deganlar. Hozir akamizga moyini almashtirib beramiz. Mana Lasetti 1.6 ga 5,5 litr pashti moy qo'yib yuborishgan. Mana qolmadi, ochib o'tiribdi. Endi hozir yechib aylantirib yechib olamiz. Ichida yana moy qoladi. Hozir ko'rsatamiz. Yechib boshladik. Ichidagi strujkalarni qaranglar. Вообще. Filtr mana akalar, to'lib ketgan filtr va strujkalar mana. Mashina yurmay qolgan. Filtrlarni tozaladik. Mana yengidek bo'ldi akalar. Tozalangan holati. Mana Dextron uchmaylarni qo'yib beryapmiz. Qo'yib bo'lganimizdan keyin yurib keladi akamiz, o'zlaridagi eshitamiz. Almashtirib bo'ldik moylarini. Aka, nima bo'ldi? O'zgardimi mashinangiz? Sherikdan keyin ekan, almashtirgan ekan, tavsiya qilib keldik. Mana Xudoga shukr, almashtirib berdi ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman, deylar. Shu yoq ekan, cho'zib, shu olib berdi. Rahmat.